Men shundan minnatdorman. Ko'p yashasin, yuzlar kirsin. Ana shunday qilaman. Tintakadan o'sha aylanaveraman uyda keyin. Og'riq kelsa ashar shunday bo'lsan, shunday to'g'riroqda chidayolmayanda tepki. Endi kelmang dedi doktor. O'zini maqtayatdi. O'zim yaxshi qilaman. 100% garantiya deyatdi. Qayeri og'riyapti bu qizni? Qayerda Qayerda og'riq bo'lyapti? quloq oldiga ichoyda yig'ilib kelardi. Hozir tegiga chiqib ketyapti. Mana shu yerda og'zim Sizni o'ng tarafingizdan faqat og'riq? Yuzingizni yarmida. Endi qarang, 3 ga bo'lsam shuni, peshonangizda, burningiz oldida, pastki jag'ingizda, qayerlarda bo'ladi og'riq? hamma joyda og'riq, ko'z ustida ham bor. Hop. Analar. Manada bir haftadan beri mana shu yoqqa qarab tortib ketyapti. Hozir og'zingizni ocha olmay ham qoldingiz-da? Og'zimda yonsam, og'rigan nashalar shunday. Qancha vaqtdan beri boshlandi shu kasallik sizda? 2 yil bo'ldi. Qanday boshlangan kasallik? Og'riq og'riq yerda, keyin davolanib yurdim. Hop. Keyin xususiyga bordim. Ana davlatga bordim. Hammasida davolanib yurdim. Blokada qiladi 6 oylar og'riq ketib qoladi. Ha, keyin u blokada yordam bermay qoldi. Hozir blokada innada yordam Bayağı beradi. dorilarim vahşi yordam berdi. İşte doktordan blokada oldin yaqinda. To'xtamayapti og'riq. Og'riq shu to'qirganga o'xshab og'riyaptimi? Ha, shunday Tortib, sanchib. Bizlar Respublikanskiga mana shu doktorga bordikda, doktor shu Respublikanskida operatsiya qilasizmi dedim. Bizlar qilolmaymiz dedi. Ya oyoq shal bo'lib qolishi mumkin, ya anav qilish mumkin dedi. Ya sizga Toshkentga boringizlar dedi. Toshkentga bormayman dedi. Bu aytdi shu ukaga boraman dedi. Bir bala nima qilingizlar, yordam beringizlar. Toshkentga boraman. 2 oydan gaplashib, ona boringlar dedim. Yerdan yana o'ldirib qo'yadilar, boringlar dedim. Militsi nechta ichyapsiz hozirgi kunda? 50 sen 4 soatda ertalab qaravazifen. Hop. Avita 50 senchana qaravazifandan keyin yana ana qilaman, cherezni qilaman. 4 soat ichida. Kuniga ikkala dori bo'lib nechta ichyapsiz? Nechtalar chananda? Nechta militsi o'shanda? 2 tami? 2 ta 50 sen, 3 ta karvon. 3 ta qaravazifen chekman. Qarang, Nodir opa, buni sochingizga teksa ham og'riyaptimi yo og'riq yo'qmi? Bu yerda og'riq yo'q-a? Nashrda bor. Hop. Shu yerdan shu yoqqa qarab ketyapti, miyangizga kirib ketyapti. Hozir bir 2 haftadan beri ana shu kallaga qarab, ana shunday tortib ketyapti-da. Ana shunday qilaman. Tintakadan o'sha aylanaveraman uyda keyin. Ana shu garmashlik qilib yetib qolaman. Aylanaveraman. Yig'layolmaydi ham. Keyin siz aytdingiz-ku, hayarxdan ayol davolanib ketdi dedingiz-ku, qari kishi. O'sha kishi aytdi, og'riq keyin haydi dedi, vasiyatdir dedi. Yang ichga kirib ketmaydi og'riq dedi. O'sha kishini esimda qolgan, og'riq kelsa ashar shunday bo'lsan, shunday to'g'riroqda chidayolmayanda tepki. Jilla. Hozir mana shu quloq qiziq, mana shu mashinasiga jilla tortib tashlandi. Xuddi og'zimda yunsam, anaqa chiqib ketadigan-da qo'rqib turgandi. Og'zimda yuganda, og'zim qurib ketadi. Nodir opa, sizni kasallingiz 3 oqli nerv nevralgiyasi degan kasallik. Shu yuzi sezgisiga javob beradigan nerv og'rigan bo'lib qolganda, shuni bugun operatsiya qilishni reja qilyapmiz biz. 2 oydan beri sizga kelishga antiq bo'lib yurdimda. Ya va nihoyat keldim, meni dardlarim ketdi. Gapiryapman, yaxshi chaynayapman ovqatlarni. Yaxshiman, Xudoga shukr. Sizga rahmat. Ko'p yashang. Pastki jiq ishlab turibdi, gapiraman. Talaffuzi yo'q edi-da. Hozir yaxshi. Chaynalishim ham, gapirishim ham. Kechqurun yaxshi uxladingiz. Yaxshi uxladim, Xudoga shukr. Ovqat yedingiz mana. Ovqatlar yedim. Bunday Xudoga ishonganday ishonib kelyapman, Xurshidga yaxshi qiladi, Xurshid. Oldin operatsiya bo'lganman-ku, matka oldirganman. O'shanda shuncha qo'rqqanman. Bunda qo'rqmay shunday, yo'q, Xudoga shukr, ming rahmat. Boringizga shukr. O'stirgan ota-onamizga ham katta rahmat. Bunga davo yo'q dedi. Siz bir ikki marta ukol olgani bordingiz, keyin
3 marta ukol aldım, og'riq qo'ymayapti. Og'riq qo'ymagandan keyin doktor deyman, yana blokada qilib qo'ymayapti. Qo'shnimizni oyog'iga 5 ta ukol qilgan ekansiz, qo'yib ketgan ekan, yana 2 ta olsam bo'ladimi dedim. O'sha nervga dedi, davo yo'q. Men uyimga kelma dedi, chiqib ket dedi. Keyin qizi chiqarib yubordi meni. Tushkunlikka tushib qoldim. Shunday faqat o'limni eslayverdim-da. Faqat yomon narsalar ko'rib, narigi dunyoda nimalar bo'lishini ko'rib o'tiraman. Samarqand Hayatga yattık, şehirde yattık. Ondan Respublikanski degan doktorga bardık. U yaram biz kılalmayız dedi. Ana tıtızıga bar dedi Taşkent'e. Respublikanskiga emirtga tushir deb qog'oz berdi. Yuzini tushirdi. Yuzi shamollabdi dedi. Emirtga tushirganda nima dedi? Bu kallasi dedi og'ir jarohat. Buni bizlar qilolmaymiz. Ya og'zi qiyshayib yoki bo'lmasa paraliz bo'lib qolishi mumkin dedi. Shuning uchun dedi biz qilolmaymiz dedi. yoki Andijonga olib boring dedi, yoki dedi Rossiyaga olib boring dedi. Andijonda yaxshi kasallar yaxshi bo'lib chiqishini o'qishi bilar ekan, Andijonga boringlar dedi shu doktor, katta doktor. Shunday aql, shunday xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan insonni yaratibdi. Men shundan minnatdorman. Ko'p yashasin, yuzga kirsin. Bolalari ham xalqimizga, vatanimizga xizmat qiladigan yaxshi inson bo'lsin. Biz Respublikamizga 7-da bordik. Shunday qilolmayman, bunaqa dedi. So'g'indan keyin Xurshid bilan gaplashganda men dedi, ana o'qishga ketyapman dedi. 10-da ketaman dedi. Menga ona bir kun ham g'animat dedi. 20 kun kutolmayman, o'lib qolaman Xurshid aka kelguncha dedi. Shuning uchun biz nima qildik, tayyorgarligimizni ko'rdik tag'in 8-aprel kuni 6da yetib keldik. Xudoga ming qancha shukr, 9-kuni soat 9:da operatsiya qildi. Juda xursandman, men minnatdorman. Bizlarga ularga kasallarga davo topgan uchun shifokorlarga kattadan katta rahmat aytaman. Yuzlarga kirsin, qizim ancha yaxshi, mana kelgan holatda shunday mana shunday chanqitni doriga ham ta'sir qilgan yo'q, ukalam ta'sir qilgan yo'q, kelgancha bo'kirib keldi yig'lab. Gapirolmay qoldi. Gapirish yo'q. Mana yerda uyushib kelolmay, umuman gapira olmadi. Qamirlab ketsam og'riydi. Qamirlasam miyamga kirib ketadi. Mana shu yerda og'riq shunday kirib ketadi. Ana shunday garmishga bo'lib qolaman. Tik kelsangiz agar ro'mol shunday bog'lanib turibdi-ku. Ro'molni boshqatdan qisibroq bog'layin, mana shamol tegmasin. Bunday sal tegib ketsam tok tortadi. Shu nerv uyg'onib ketib, bari bitta joyga mana shu uylatdan. Men o'zim mangitlam qola. Mana kumush qo'rqatdi qilibman. Neurolog doktorga yubordim. Mana xonaga keyin xola dedi. Bordikdan ana qo'ydim. Bizda dedi, ana u dedi 3 ta nima apparat olib keldim dedi. Boya grijaga nimaga shuni dedi, kumush qo'rqatdan dedi, massaj qiladi, nima qiladi dedi. Nervlar uyg'onib ketib, men qildim. Shundan keyin bir 4 kun 5 kundan umuman uyqu yo'q oqshomda. Keyin aytadi, uyga borsam aytadi, ayam sen o'zingdan bo'layapti dedi. To'liq 10 kun qatna kumush qo'lqopga dedi. O'lgan nervlar tiriladi, yaxshi bo'lasan dedi. Mening aytganimni qilib yana jo'natdi-da. Yana bordim, yana tipirchilib qoldim, tentak qo'shib qoldim. Shunda aylanardim, bitib. Keyin birdan ukol tiqdi, har xil ukollar qildi, hammasi. Doktor bu kishi dedi, mazasi qochdi dedi. Keyin birdan o'zlarim shoshib qolib, bir ukol qilyapti. O'tiring, ketmay turing dedi, o'tkazib qo'ydi. O'zimga kelgandan keyin endi kelmang dedi doktor. O'zini maqtayotdi. O'zim yaxshi qilaman. 100% garantiya deyotdi. 6 kun oldin zo'rayib ketdimmi? Keyin endi 7-kun yana bor deb qo'ymayapti. Men har kuni tinchlanib, uni massaj kumush qo'lqop olayotgan sababi birinchi tishga navokayn qiladi. Shuning uchun men yaxshi olayotgan ekanman. Stomatolog yo'q kuni shunday yuzaga chiqdi, og'rig'im yuzaga chiqib ketdi-da. Olmasdan birdan kirdim kumush qo'lqopga. Shunchalik tentak o'xshab aylandim, shunchalik qisib qoldi. Miya shunday qisyapti. Endi katta tokni sizga miyangizga katta tokni tekizyapti-da, tiqyapti-da tokni. Ana shunday bo'lyapti. Tortib ketaveradi bir taraf. Tortib ketyapti-da, orqa miyaga bilan ana shu tortib ketyapti. Ana shunday baqiryapman, ana shu tentak ana shu aylanyapman-da. Medsestralar hayron. Bu jinni nimaga bizlar dansaga kelib yuribsiz deb. Tentak deb o'yladi-da meni. Shunday deb o'ylayapti. Men qayerga qilyapman, og'riqqa chidolmayapman. Keyin oxir o'zlariga
Şundan yaxshi bo'lmasligim o'zlari tan oldimi? Men kasalim nima ekan? Kelmay qo'yavering dedi oxiri. Kelmang dedi. Faqat o'limni ko'raverdim telefonlarda, har kuni yig'layman. To'xtovsiz yig'layman, har kuni yig'layman-da. Davo yo'q ekan deb yurdim. Oxiri YouTube'dan ko'rib qolib, sizni topib, shunda ruhiyatim ko'tarib, Xurshidaka deb har kun telefon qilaman. Mana Xurshidakani odam ko'p, urishib ham tashlamaydi, boshqa ham qilmaydi. Savolimga yaxshi javob beradi, shirin so'z gapiradi. Yana ham gaplashkim keladi. Voy, o'sha xillikda davo bor ekan-ku deymandagina. Yana hech nima deydi-ku. Shunday ishonch bilan yana qilaveraman-da. Qani shu Andijonga yetib bora olsam, uzoq, bizlardan ancha uzoq. 20 minutda meni kasalimni yo'q qildi. Xurshidaka mana yaxshi. Odam bir shirin so'z ham qancha odam ruhiyatini ko'taradi. Mesestralaringiz ham shunday yaxshi, muomalasi yaxshi, qarang qanday. Xolajon, opajon, shunday muomalalari yaxshi. Sharoitlar undan zo'r. Hamma narsa yaxshi ekan bu yerda Andijonda. Zo'r ekan. Haqiqatan. Endi men sizni jarohatingizni joyini ham olib qo'yaman. Kecha yopishtirib qo'ydim-a? Rosa bo'lgan joyingizni ayingiz ham ko'rib qo'ysa. O'sha nerv bilan og'riganlarga men kelishlaringizni nima qilaman? Mana qiynal yurmangizlar. Mana men 2 yil qiynaldim. Uni bilmay yurgan ekanman. YouTube'ga kirib, YouTube'da shu klinikani topib, shu orqali mana men keldim. Mana endi yaxshiman, gapiryapman, mana ovqat yeyapman. Doktorlarimizga rahmat. Judan beri men oldinda odamman endi. 2 yildan beri ozmi chiqchakkana pul ketgan yo'q bizlardan. Tinimsiz xarajat. Shunday qanday endi minnatdorchilik bildirsak, endi qo'limizda hayotda Ali bo'lsa, kelamiz izlab, mayli unutmayman.